Davlatimiz rahbari prezidentlik lavozimiga o'tirishning birinchi qadamlari sog'liqni saqlash tizimidagi muhim topshiriqlarni bergan edilar. Sog'liqni saqlash tizimida ham juda katta qadamlar emas, sakrashlar ko'rinishidagi o'zgarishlar amalga oshirilyapti. Rossiyaning Bakulov markazidan bolalar kardioxirurglari qaytib keldi. Shifokor bemordan menga qancha daromad bo'ladigan fikr to'g'risida o'ylayotgan. Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarini ishga kiritish bilan bog'liq noqonuniy holatlar aniqlandi. Tez tibbiy yordam shoxobchalariga 460 ta talaba ishga qabul qilingan. Shundan 60% siz aytib o'tgan o'sha korrupsion mexanizmlarning ishtirokchisi bo'lib qoldi. Bu holat boshqa ishga qabul qilishdagi korrupsion holatdan deyarli hech qanaqa farqi yo'q. Bilasizmi, korrupsion mexanizmlarni amalga oshirish uchun professional bo'lib qolganda bular. Assalomu alaykum. Bugun studiyamizga tibbiyot tizimida ko'p yillar davomida samarali mehnat qilgan, tibbiyot fanlari doktori, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan tibbiyot xodimi, Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Bostixonova Elmira Erkinovnani taklif qilganmiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Studiyamizga xush kelibsiz. So'nggi yillarda tibbiyot tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, yangiliklar aynan aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sifati bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha yo'nalishdagi islohotlar qatori sog'liqni saqlash tizimida ham juda katta qadamlar emas, sakrashlar ko'rinishidagi o'zgarishlar amalga oshirilyapti. Davlatimiz rahbari hatto o'sha inauguratsiya kuni ham prezidentlik lavozimiga o'tirishning birinchi qadamlari sog'liqni saqlash tizimidagi keskin o'zgarishlar to'g'risida muhim topshiriqlarni bergan edilar. Bularning eng muhimi bu tibbiy xizmatni aholiga maksimal yaqinlashtirish va aholini tibbiy xizmatdan rozilik darajasini ko'paytirish. Mamlakatimizda eng zamonaviy standartlarga javob beradigan tibbiyot kadrlarini tayyorlash. Bu nafaqat shifokorlar, bu hamshiralarga ham taalluqli masalalar. Va yana bitta muhim yo'nalish bu dunyo standartlariga mos bo'lgan O'zbekistonda yuqori texnologik amaliyotlarni yo'lga qo'yish. Mana 9 yil o'tdi. Tibbiyot sohasida endi barcha hatto bundan 5 yil avval belgilagan strategiyamizni ham o'zgartirishimiz kerak. Chunki ko'pgina yutuqlarga erishdik. Biz o'tgan yilgi belgilagan masalalarimizni biz bu yilni o'zida bitirib bo'ldik. 30-yilga yetkazmasdan. Ana shu tufayli biz 2026-yil o'sha strategiya 2030da ko'rsatilgan barcha ko'rsatkichlarni qayta ko'rib chiqdik. Hozir siz aytgandek, zamonaviy talablarga javob beradigan kadrlar tayyorlash, sohada kadrlar tanqisligiga oid masalalarni hal etish bo'yicha qanday choralar ko'rilmoqda? Biz juda qisqa vaqt ichida minglab yosh mutaxassislarni xalqaro standartlar darajasida mehnat qila oladigan, ilmi bor, kamida 3 ta 4 ta chet tillarni biladigan shifokorlarimizga ega bo'ldik. O'z faoliyatlarini boshida davlatimiz rahbari juda yuqori malakali o'zbekistonlik mutaxassislarimizga chaqiriq qilib, O'zbekistonga qaytib kelmasligiga hamma sharoitni yaratib beraman dedilar. Va buning natijasida eng zo'r nufuzi yuqori bo'lgan markazlardan bizning o'zbekistonlik qora ko'zlarimiz qaytib keldi. Rossiyaning Bakulov markazidan butun bir komanda bolalar kardioxirurglari qaytib keldi. Samarqandda ular faoliyat yurityapti. O'zi umuman davlatimiz rahbarini bu chaqiriqlarga bo'lgan ishonch va O'zbekistondagi boshlanayotgan islohotlar yosh mutaxassislarni o'z vataniga qaytib kelishi bu O'zbekiston tibbiyotining eng katta yutuqlaridan biri. Yaqin-yaqingacha butun respublikadan aholi davolanish uchun Toshkentga kelgan. Hozir qanday? Avvallari Toshkentning o'zida amaliyotlar bajarilardi. Davlatimiz rahbari ana shu yuqori malakali jahon standartlariga mos bo'lgan amaliyotlarni hududlarda ham bajarish topshirig'ini berdilar va shundan keyin markaz rahbarlari, bu shu 30 ga yaqin markazimiz bo'lsa, hammasi hududlarda 14 ta hududda Toshkentda qanday amaliyot bajarilgan bo'lsa, ana shunday amaliyotlar bajarilyapti. Yurakdagi amaliyotlar, bu murakkab transplantatsiya amaliyotlari ham bajarilyapti va bu O'zbekistonning yana bitta katta yutuqlaridan biri. Elmira opa, birlamchi tizimda ham yaratilayotgan shart-sharoitlar haqida gapirib bersangiz. 2025-yilda davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan 88-farmonlari va 185-qarorlari natijasida biz birlamchi tizimdagi barcha jarayonlarni mutlaq yangi shaklga o'tkazish. Bu jozibali bo'lmagan birlamchi tizimdagi shifokorlarni mehnati, ularni rag'batlantirish va ularni
ish sharoitlarini yaxshilash. Davlatimiz rahbarini muhim konsepsiyalardan biri tibbiyotdagi bu nafaqat bemorlarga tibbiy xizmatni yaqinlashtirish, balkim shifokor ishlash, ish sharoitini yaxshilash, uni rag'batlantirish, uni mehnatiga haq to'lash masalalaridagi harakatlarni ijobiy tomonga o'zgartirish to'g'risidagi masalalarga bag'ishlangan bu ikkita hujjat. Mana bugungi kunda biz albatta har qanday islohotlar bu tajriba sinov orqali bo'ladi. Davlatimiz rahbari buni bilgan holda biz avval 15 ta tuman shaharda 2026-yildan boshlab mana Samarqand viloyati to'liq o'tayapti. Ana shu tajriba sinov orqali bizning yutuqlarimiz yo to'siqlarimiz, kamchiliklarimiz sinalgandan keyin butun mamlakatga bu tajribani yo'naltirish. Demak, poliklinikalarda aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sifati ortadi, to'g'rimi? Shu o'rinda tibbiyot muassasalarida raqamlashtirish jarayoni qanday kechmoqda? Tibbiyot muassasasiga kelganingizdan keyin poliklinika tizimida o'sha bemorlarni qabul qiladigan joyi, ularni o'z shifokori to'g'risidagi ma'lumotni o'sha elektron tizimga qo'yilgani va bemorlarni avvalgidek poliklinikada ertalab soat 8 dan bir 20-25 ta odam laboratoriyaga navbatda turardi. Soatlab norozilik, asabbuzarliklar va bu albatta davo izlab kelgan bemorni umumiy ahvoliga zarar ko'rsatishi aniq edi. Mana hamma narsa inson manfaati uchun degan tamoyil asosida birlamchi tizimda katta o'zgarishlar ketyapti. Demak, ilmiy amaliy tibbiyot markazlari, ta'lim sohasi, malaka oshirish sohasi ham bunga kiradi. Birlamchi tizim, sug'urta tizimini barchasi to'g'ri rivojlanish uchun bu islohotlarni barchasini asosida raqamlashtirish bo'ladi. Bugungi kunda biz O'zbekiston aholisini biz yagona elektron tizimga kiritib oldik. Biz o'sha tajriba sinov hududlarida elektron poliklinika, elektron retsept, elektron order masalalarini hammasini yo'lga qo'yib, raqamlashtirishni aholini rozilik darajasiga erishishdagi eng asosiy qurollardan biri deb hisoblaymiz. Elmira opa, mana xabaringiz bor, Prezidentimizning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida 2026-yil korrupsiyaga qarshi kurashda favqulodda holat yili deb e'lon qilindi. Va bu borada tibbiyot tizimida korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishida qanday chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda? Dunyo tibbiyotini bir necha asrlik tarixida eng muhim shifokorga bo'lgan talab bor. Bemor manfaati ustuvor degan tushuncha o'sha asrda ham Ibn Sino bobomiz davrlarida ham bor edi, hamma narsadan ustun degani. O'sha davrda shifokorlar qaysidir bir kasallikni diagnoz qo'yishi yo qaysidir bir kasallik qanaqa kechishini bilish uchun o'ziga u kasallikni yuqtirgan. Ko'ryapsiz, shifokorda naqadar jafokashlik va o'z kasbiga bo'lgan muhabbat bor. Ana shu bemor manfaati ustuvor deyilgani bugungi kunda davlatimiz rahbarini o'sha korrupsiyaga qarshi kurash, shu jumladan tibbiyot sohasidagi korrupsiyaga qarshi kurash masalasi bilan chambarchas bog'liq. Chunki bemor manfaati ustuvor degan tushuncha orqali biz tibbiyotdagi barcha ma'naviy, tibbiy va huquqiy masalalarni ham hal qilishga erishamiz. Shifokor bu bemorga men qanday yordam berar ekanman demasdan, bu bemordan menga qancha daromad bo'ladigan fikr to'g'risida o'ylar ekan, demak biz birinchi tomondan o'sha 1000 asrlik shifokor mafkurasini buzayapmiz va bugungi kunda korrupsion mexanizmlarga qadam qo'yib sababchi bo'layapmiz. Mana ko'ryapsiz, bu yerda hech qanday yengillik yo'q va hech qaysi bir shifokorga bemor manfaatidan boshqa narsalar to'g'risida o'ylashga asosan yo'q. Shuning uchun ham har bir o'sha kasb egasini, bu harbiylar va tibbiyot xodimlari o'z kasbini bajarayotganda ma'naviy mezon yuqori turishi kerak bo'lgani uchun qasamyod qilinadi. Ana shu kasbiy talablarga rioya qilmagan shifokor bu bemor bilan bo'ladimi? Bu dori-darmonga taalluqli yo'nalish bo'ladimi? Bu xaridlar masalasimi? Bu jamoada ishga olish va ishdan bo'shatish masalalari bo'ladimi? Hammasi bugungi kunda davlat rahbarini o'sha chaqiriqlari asosida Sog'liqni saqlash vazirligida ham juda katta ishlar amalga oshirish jarayonlari ketyapti. Shu o'rinda Sog'liqni saqlash vazirligi tizimida faoliyati yo'lga qo'yilgan compliance xizmati haqida ham to'xtalib o'tsangiz.
Bugun korrupsiyaga qarshi kurash agentligining vakili Sog'liqni saqlash vazirligida compliance xizmatining rahbari va xuddi shunday compliance bo'yicha mas'ullar yana 63 ta, bu 14 ta hududlar, 26 ta ilmiy amaliy tibbiyot markazlari va yana respublika klinikalari. Kuni kecha biz ana shu compliance xizmatini hisobotini ham eshitdik. Albatta compliance xizmati kelgandan keyin Sog'liqni saqlash vazirligi tizimida jamoatchilik kengashlari o'z faoliyatini ham kuchaytira boshladi. Albatta har qanday ma'naviy mezonlar bu davlat idoralaridagi jamoatchilik kengashlariga juda bog'liq ekanligini ham aytib o'tmoqchiman. Ana shu jamoatchilik kengashlari bilan hamkorlikda birinchi natijalarimizga erisha boshladik. Qanday natijalar? Biz ana shu qisqa vaqt ichida 11,5 mingdan ziyod talabalarni korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha o'qita oldik. Biz 25 mingga yaqin tibbiyot xodimlarini bilimini oshirdik. Barcha xodimlarni manfaatlar to'qnashuv masalasida axloq odob kengashimizda muhokama qilib, har qanday korrupsiyadagi qonunlarni buzilishida bu huquqiy savodxonlikni yuqori darajada bo'lishini ham talab qilganini biz o'zimizga xulosa qildik. Shuning uchun tibbiyot sohasidagi nafaqat Sog'liqni saqlash vazirligining markaziy apparatida, balkim 14 ta hududiy boshqarmalarida, bilasizmi, 4 mingdan ziyod bizda tibbiyot muassasalari bor O'zbekistonda. 600 mingdan ziyod, yarim milliondan ortiq tibbiyot xodimlari bor. Bularning hammasi barcha yo'nalishlarda o'zining huquqlarini bilishi kerak va huquqiy savodxonlik nafaqat aholiga, balkim tibbiyot xodimlarining o'ziga ham juda ham zarur. Va yuqorida aytgandek, bu narsalar o'sha bir martalik o'qish emas. Buni doimiy har bir muassasada ertalabki bemorlarni muhokamasi bo'ladi. Ana shunday bemorlar muhokamasida albatta korrupsion mexanizmlarni yuzaga keltiradigan jarayonlar to'g'risida xodimlarning ma'lumotini oshirish kerakligi. Bu oddiy kichkina qadamlar, lekin bular bo'lishi kerakligi to'g'risida biz xulosa qildik. Kichik qadamlar ham katta natijalarga olib Albatta. Katta konferensiyalar, katta muhokamalar ham juda zarur, lekin o'sha kichkinagina oilaviy shifokorlik punktida 12 ta xodim xizmat qiladigan jamoada ham bu muhokama bo'lishi kerak. Xabaringiz bor, Elmira davlat xavfsizlik xizmati tomonidan sohadagi korrupsion holatlarni aniqlash va ularga chek qo'yishga qaratilgan keng qamrovli tezkor tadbirlar o'tkazilmoqda. Xususan, tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarini ishga kiritish bilan bog'liq noqonuniy holatlar aniqlandi. Keling shu bo'yicha tayyorlangan lavhani birgalikda tomosha qilsak. Bugungi kunda davlat all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time. You're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. muassasalar mas'ullari tomonidan talabalarning ishga muhtojligidan foydalanib ta'magirlik qilish holatlari yoshlarning noroziligi va sohada olib borilayotgan islohotlarga ishonchsizligi yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Respublika tez tibbiy yordam markazining Toshkent shahar filiali Shayxontohur tuman bo'limi feldsheri talabani ishga joylashtirish evaziga 1000 AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi.
Shuningdek, ushbu noqonuniy ishga tibbiyot oliy o'quv yurtining 5-bosqich talabasi hamda Ohangaron tuman tibbiyot birlashmasi shifokori ham aloqador ekanligi ma'lum bo'ldi. Dastlabki surishtiruv jarayonida mazkur shaxslar talabalarni ishga qabul qilishda turli byurokratik sun'iy to'siqlar yaratib, 6 oydan 1 yilgacha muddatda kutishga majbur qilishgani aniqlandi. Muammoni ijobiy hal qilib berish evaziga 500 ming AQSh dollari miqdorida pul berishni talab qilib kelishgan. Hozirda qonunbuzarlarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ma'lumot uchun bugungi kunda filialda 500 ga yaqin tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari feldsher sifatida ishlayotgan bo'lib, ularni mazkur jinoiy sxema asosida ishga qabul qilinganmi yoki yo'q, aniqlik kiritilmoqda. Nima deb yozilgan? To'g'ri. Hozir bu yuqoridagi holatlar bo'yicha huquq-tartibot organlarini ishni yakuniga yetkazishini kutayapmiz. Lekin juda qattiq tashkiliy chora ko'riladi har bitta mas'ulga nisbatan. Ta'kidlash lozimki, sog'liqni saqlash tizimini korrupsiya illatidan xoli qilish hamda kadrlar tanlovini shaffoflik va adolat tamoyillariga muvofiq amalga oshirish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar muntazam amalga oshiriladi. Mana ko'rdingiz, nega bunday salbiy holatlar kuzatildi? O'zi umuman talabalarni tibbiyot muassasalariga ishga qabul qilish tartibi qanday? Bu holat boshqa ishga qabul qilishdagi korrupsion holatdan deyarli hech qanaqa farqi yo'q. Bu borada ham sog'liqni saqlash tizimida hozir yagona elektron tizim orqali ishga qabul qilinyapti, lekin talabalarni ishga qabul qilishda bir necha o'sha 10 yillar davomida saqlanib kelayotgan ishga olishdagi korrupsiya mexanizmlar bu holatda o'zini namoyon qilib qo'ydi. Bu juda achinarli holat. Biz albatta Sog'liqni saqlash vazirligida juda ham tanqidiy muhokama qildik. Nafaqat talabalarni, balkim oddiy ishga kirmoqchi bo'lganlarni ham ana shu yo'l bilan ishga qabul qilinishi bu umuman qabul qilib bo'lmaydigan holat va bugungi kunda sog'liqni saqlash tizimida korrupsiyaga qarshi kurashning eng muhim va birlamchi yo'nalishlari ana shu ishga qabul qilishdagi qonunbuzarliklar masalasi. Toshkent shahridagi tez tibbiy yordam shoxobchalariga 460 ta talaba ishga qabul qilingan 2025-yilda. Shundan 60% siz aytib o'tgan o'sha korrupsion mexanizmlarning ishtirokchisi bo'lib qolgan. Bu albatta har bir rahbar o'zini xulosasini qilib bunday mexanizmlarni umuman bolta bilan urib yo'q qilishi zarur ekanligiga bizga alohida signal bo'ldi. Vazirimizning topshiriqlariga binoan compliance xizmati, audit xizmati, barcha nazorat xizmatlari birgalikda har bir holat bo'yicha o'zini tekshiruv va o'rganishini amalga oshiradi. O'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida aniqlanishicha, Respublika tez tibbiy yordam markazining ayrim mansabdor shaxslari tomonidan talabalarni ishga qabul qilish jarayonida sun'iy to'siqlar yaratilib, yillar davomida ular o'zlarining korrupsion sxemalarini amalga oshirib kelishgan. Nega bu holatda jabrlanuvchilar ham, noqonuniy ishga aralashib qolganlar orasida ham talabalar bor? Bilasizmi, korrupsion mexanizmlarni amalga oshirish uchun professional bo'lib qolganda bular. Ko'rasizmi, hech nimadan qo'rqmaydi. Lekin achinarlisi, talabalarimiz hali o'z kasbiga qadam qo'ymasidan oldin bu yo'nalishda, bu tizimda, sog'liqni saqlash tizimida ana shunday nomaqbul korrupsion mexanizmlar bor ekanligidan xabardor bo'lishi va bu holatda dan jabr chekkan bo'lib qolishi biz uchun juda ham achinarli holat. Nega yoshlar bunday to'siqlarga uchradi? Nega yoshlar hali o'z kasbiy faoliyatini boshlamasdan ular ana shunday korrupsion mexanizmlarga kirib qoldi? Buning sabablaridan eng muhimi, biz buni Sog'liqni saqlash vazirligida ham muhokama qildik. Bu rektorlarimizni, prorektorlarimizni talabalarning hayoti bilan kamroq qiziqqanligi. Davlatimiz rahbari buni ham oldindan bildilar. Davlatimiz rahbari har payshanba kuni har bir rahbar o'z komandasi bilan yoshlar bilan uchrashuv. Chunki yoshlarni muammosini so'rab bilib, muammosi bor ekanligi to'g'risida savol bermasangiz, ular o'z muammosi bilan o'zi o'ralashib qoladi va mana shunday nomaqbul, noto'g'ri, umuman tibbiyot sohasiga loyiq bo'lmagan jinoyatga ham qo'l urilishi xavfi juda ham yuqori bo'ladi. Bu borada har bir rektor, prorektorlarimizga vazifa berildi. Ular endi har bir talaba bilan bu borada nafaqat ishga joylashish, balkim o'sha imtihon topshirish, amaliyotdan o'tish yo qandaydir inson omiliga bog'liq bo'lgan masalalarda
muammosini faol bilishi kerakligi to'g'risida topshiriq berildi. Bu boradagi kamchiliklarni ham bartaraf etish bo'yicha biz o'zimizni muhim rejalarimizni belgilab oldik va bu borada albatta jinoiy ish ochilgan, lekin men gapimni boshida aytgan ma'naviy muhitga birinchi rahbar javobgarmi? Demak, rektorlarimiz, prorektorlarimiz talabalarni ma'naviy holati qanday, ular qanday ta'lim olishyapti, ularni jamoada qanday muammolar bekitilib kelinyapti, bularni hammasini bilish uchun kichik guruhda ham suhbatlashib, muammolarni yechish bo'yicha takliflarni talabalarni o'zi berishiga erishishimiz kerak bo'ladi. Elmira opa, suhbatimiz so'ngida shuni ta'kidlab o'tish lozimki, korrupsion holatlarga qarshi kurashish nafaqat huquq-tartibot idoralari tomonidan, balki barcha fuqarolarimiz, davlat tashkilotlari bunga birdek mas'uldir. Zero bu illatni tag tomiri bilan yo'q qilish davlatimiz taraqqiyotiga xizmat qiladi. Sizga esa mazmunli suhbatingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat.